Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarga eng sara kitoblarimizni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz jadid adabiyoti namoyandalaridan Abdulla Avloniyning tanlangan asarlar kitobidir. Abdulla Avloniyning ta'limiy axloqiy asarlari, xususan Turkiy Guliston yoxud Axloq risolasi asriy qadriyatlarimiz, milliy ma'naviyatimiz tiklanayotgan bugungi kunlarimiz uchun g'oyat dolzarb bo'lib turibdi. Mashhur ma'rifatchining birinchi muallim, ikkinchi muallim darsliklaridan keltirilgan ixcham hikoyalar, tarixi anbiyosidagi ma'lumotlar yosh avlod tarbiyasi uchun foydadan xoli emas. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni sizlarga o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.